Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar, qadrli otaxon va onaxonlar. Bugungi videoda siz Oliy Majlisda birinchi o'qishdan o'tgan, ishonamanki, minglab nafaqaxonlarimizning tinchini buzgan, ularning og'ir mehnati va hayotiga tupurish bilan barobar bo'lgan yangi qonun loyihasi haqida bilib olasiz. Bu shunchaki bir qonun loyihasi emas. Bu davlatning o'z oqsoqollariga bo'lgan munosabatining ko'zgusi. Bu adolat tuyg'usiga berilgan og'ir zarba. Siz umringiz bo'yi halol mehnat qilib, vatan uchun ter to'kib, yurt taraqqiyotiga hissa qo'shdingizmi? Farzandlaringizni, nabiralaringizni boqish uchun, oilangizga bir tinchgina hayotni ta'minlash uchun mashaqqatli yo'lni bosib o'tdingizmi? Endi esa davlat sizga kerakmassiz demoqchi. Hatto biror ishda, masalan, bog'bon bo'lib parvarishlasangiz, farrosh bo'lib ko'chalarni tozalab, shahrimizni obod qilsangiz yoki qorovul bo'lib tunda xotirjamligimizni ta'minlasangiz ham, sizning mehnat haqingizni qadrlash o'rniga davlat sizdan o'sha ozgina, arzimas nafaqangizni ham 100% ga tortib olmoqchi. Bu qanday adolat? Bu qanday munosabat? Oylab ko'ring, siz yoshligingizda bu yurtning kelajagi uchun maktablarda o'qidingiz, korxonalarda ishladingiz, dalalarda go'zi ekdingiz, qurilishlarda ter to'kdingiz. Sizning qo'llaringizda bu davlat bunyod bo'ldi. Sizning peshona teringiz bilan bu yurt gullab yashnadi. Sizga bugun kerakmassiz degan gapni aytayotganlarning o'zlari ham kimning hisobidan yashayotganini unutmasliklari kerak. Aytaylik, birorta nuroniyimiz umr bo'yi maktabda o'qituvchilik qilib, minglab farzandlarga bilim berdi. Bugun uning nafaqasi ro'zg'orga yetmayapti, dorilarga pul topish kerak, nabirasining daftariga yordam berish kerak. Shuning uchun qo'shimcha ish topib, hovlida pomidor bodring ekib sotsa yoki mahallasidagi bolalarga shaxsiy dars bersa, endi unga sizda kuch bor ekan, demak, davlat yordamiga muhtoj emassiz, deydimi? Bu davlat siyosatimi yoki insoniylik chegarasidan o'tishmi? Siz qanday o'ylaysiz? Umr bo'yi davlatga sidqidildan xizmat qilgan insonning so'nggi kunlarda unga shunday munosabatda bo'lish adolatdanmi? O'zining yoshligini, g'ayratini bu yurtga bag'ishlagan keksalarga nisbatan bunday qonun loyihasi hurmatsizlik emasmi? Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Necha yil mehnat stajingiz bor? Bugun qanday qiyinchiliklar bilan ro'zg'or tebratmoqdasiz? Sizning hikoyalaringiz davlat eshitishi kerak bo'lgan haqqoniy sado bo'lishi mumkin. Bizning kanalimiz aynan siz kabi insonlarning huquqlarini himoya qilish, ularni qonunlardagi o'zgarishlardan birinchi bo'lib xabardor qilish, adolatsizliklarga qarshi birgalikda kurashish uchun yaratilgan. Agar siz bugungi kabi muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslikni istasangiz, pensiya jamg'armasi bilan bog'liq muammolarga yechim topishni, qonuniy maslahatlar olishni xohlasangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Birgalikda bizning ovozimiz baland bo'ladi va ehtimol bu shov-shuvli qonun loyihasining taqdirini o'zgartirishga erisharmiz. Keling, avval vaziyat qanday bo'lganini eslab o'taylik. Avvallari nafaqaga chiqqandan keyin ham ishlashni davom ettirgan fuqarolarimiz uchun pensiya jamg'armasi ma'lum bir imtiyozlarni saqlab qolgan edi. Ularning mehnat staji hisoblanib, nafaqaga qo'shimcha mablag'lar ham berilardi. Bu ularning shunchaki nafaqaxo'r bo'lib uyda o'tirmay, jamiyatga o'z hissalarini qo'shishda davom etayotganliklari uchun rag'batlantirish edi. Bu qariyalarimizning ruhiyatini ko'tarar, ularni faol hayot tarzini saqlashga undar edi. Ular o'z tajribalarini yoshlarga o'rgatishar, o'z bilimlari bilan ko'maklashishar, ya'ni ikki karra foyda keltirishar edi, ham iqtisodiy, ham ma'naviy. O'sha paytda davlat keksalarimizning nafaqaxo'rlikdan keyin ham mehnat qilish istagini qo'llab-quvvatlar, hatto gurur bilan ularni mehnat faxriylari deb atar edi. Bu davlatning o'z fuqarolariga bo'lgan hurmati, ularning mashaqqatli mehnatini qadrlashi ramzi edi. Ammo bugun nimalar bo'lyapti? Oliy Majlis deputati Qodirov tomonidan ilgari surilgan va birinchi o'qishdan o'tib ulgurgan ushbu qonun loyihasi barcha ishlashda davom etayotgan nafaqaxo'rlarimiz uchun qo'rqinchli tushga aylanmoqda. Bu qonun loyihasi agar qabul qilinsa, pensionerimiz kichik bir ishda, masalan, o'z mahallasi ko'chasida farrosh bo'lib, tozalikni ta'minlasa yoki qishloq xavfsizligini ta'minlab, qorovullik qilsa ham, u olgan maoshidan qat'iy nazar, nafaqasidan 100% mahrum bo'ladi. Deputatlarimizning fikricha, agar keksalarimizda supurgi ko'tarishga yoki qorovul bo'lib turishga kuchi yetsa, demak, ular davlat yordamiga muhtoj emaslar. Bu nafaqat mantiqsizlik, balki inson qadr-qimmatiga ziyon yetkazuvchi, keksa avlodimizni xor qiluvchi harakatdir. Axir bir inson umr bo'yi halol ishlagan bo'lsa, u bugun ham halol ishlashga intilib, birovga qaram bo'lmasdan yashashni istasa, bu uning yutuqligi emasmi?
Uni rag'batlantirish kerak emasmi? Qanday qilib bir insonning oz kuchi bilan halol mehnat qilib ro'zg'or tebratishga intilishini davlat yordamiga muhtoj emas deb baholash mumkin? Axir, pensiya jamg'armasi mablag'lari fuqarolarning oz hisobidan mehnat faoliyatlari davomida to'lagan ajratmalari evaziga shakllanadi. Bu davlatning ehsoni emas, bu fuqaroning oz haqqi. Bu yangi qonun loyihasi ta'siriga tushadiganlar asosan qaysi toifadagi nafaqaxo'rlar? Birinchi navbatda bu ozgina bo'lsa ham qo'shimcha daromad topishga urinayotgan, pensiya jamg'armasi tomonidan berilayotgan nafaqa miqdori turmush ehtiyojlarini qoplashga yetmayotgan, shuning uchun rasman biror joyda ishlayotgan keksalarimizdir. Misol uchun, sobiq o'qituvchilar, ular pensiyaga chiqqandan so'ng ham uyda bolalarga repetitorlik qilishadi, maktabda bir necha soat dars berishadi. Yoki sobiq muhandislar, ularning tajribasi juda qimmatli, shuning uchun kichik korxonalarga maslahatchi sifatida yordam berishadi. Ba'zilar esa oz mahallalarda kichik savdo qilishadi. Ba'zi xotin-qizlar oz hunarlarni, masalan, kashtachilik yoki tikuvchilikni davom ettirib, o'zlariga tirikchilik qilishadi. Hatto yoshligida katta korxonalarni boshqargan odamlar ham bugun o'z oilasining farovonligi uchun, nabiralarining kelajagi uchun eng oddiy ishlarda, masalan, bobda meva-sabzavot yetishtirib sotish orqali ham daromad topishga majbur bo'lmoqdalar. Ular davlatdan sadaqa kutmaydilar, ular faqat halol mehnatlari evaziga yashashni istaydilar. Aynan mana shu fidoyi, g'ayratli keksalarimiz bugun zona riskida turibdilar. Boshqa toifadagi nafaqaxo'rlarimizga esa ma'lum bir holatlarda pensiya miqdori oshirilishi mumkin. Masalan, nogironligi bo'lgan shaxslar, urush qatnashchilari, boquvchisini yo'qotgan oilalar, yolg'iz onalar yoki bolalikdan nogiron bo'lgan farzandlari bor oilalar uchun davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimi mavjud. Bu tabiiy va insonparvarlik tamoyillariga mos keladi. Ammo nega umr bo'yi tinmay mehnat qilgan, oz kuchi bilan ro'zg'or tebratishga intilayotgan nuroniylarimizga nisbatan shunday adolatsiz yondashuv bo'lishi kerak? Axir, ishlashga kuchi yetib turgan odamning nafaqasini tortib olish, uni yana davlat qaramogiga, hattoki o'z farzandlarining ham boqishiga muhtoj qilib qo'yish, bu inson qadrini poymol qilish emasmi? O'ylab ko'ring, azizlarim. Bu holat shunchaki qonun loyihasi emas. Bu bizning jamiyatimizda keksalarga bo'lgan munosabat, ularga berilayotgan qadr-qimmatning achchiq ifodasi. Bugun bizda qariyalarimizning ahvoli qanchalik og'irlashib ketganini kim inkor eta oladi? Ko'pchilik nafaqaxo'rlarimizning pensiyasi dorilarga zo'rga yetadi. Ro'zg'orga, biror kiyim-kechakka, hatto mahalladagi to'y-marakaga arzimagan bir so'm berishga ham imkoniyati qolmaydi. O'zining nabiralariga biror shirinlik olib berishga, ularning kichik orzularini ro'yobga chiqarishga ham qiynalayotgan nuroniylarimiz qancha. O'zbek millatida keksalarimizni boshimizga ko'tarish, ularga hurmat ko'rsatish, har bir maslahatini quloqqa ilish azaldan qon-qonimizga singib ketgan. Ammo davlat darajasida bu qadriyatlar esdan chiqyaptimi? Keling, misollar keltiraylik. Buxoro viloyatidan Oysha xola 70 yoshni qoralagan, umrining 40 yilidan ziyodini maktabda boshlang'ich sinf o'qituvchisi bo'lib o'tkazgan. Uning qo'lida minglab bolalar savodini chiqargan. Naqadar fidoyi ayol edi. Bugungi pensiyasi 1,5 million so'm atrofida. Ammo bu pul bilan o'zining shakar kasalligi uchun dori olish kerak, uyi isitish kerak, gaz, elektr to'lovlari. Qolgani ro'zg'orga yetmaydi. Ikkita nabirasi bor, ularning ota-onasi Rossiyada ishlaydi. Oysha xola har kuni ertalab tong otmasdan turib, hovlisidagi kichik tomorqada yetishtirgan kokatlar, 1-2 bosh pomidor bodringini bozorga olib chiqib sotadi. Undan tushgan bir necha 100 ming so'm bilan nabiralariga kiyim oladi, shirinlik beradi, maktabda biror pul kerak bo'lsa, yordam beradi. Uning bu harakati, ya'ni pul topishga intilishi, o'zini hech kimga yuk qilmaslikka urinishi gururli ish emasmi? Agar yangi qonun qabul qilinsa, Oysha xola tomorqasidan topgan bir necha 100 ming so'm daromadi sababli nafaqasidan butunlay mahrum bo'ladi. Uning holati nima bo'ladi? Qanday kun ko'radi? Davlat uning o'rniga uyga bormoqchi bo'lib, o'zimizdan bo'lgan Qodirov deputatmi? Borib, sizda kuch bor ekan, demak, yordamga muhtoj emassiz, demoqchimi? Yoki Toshkentdagi Chorsu bozorining yonidagi chorrahada turadigan, sobiq harbiy, yoshi 68 da bo'lgan Rustam amaki. U umr bo'yi vatan himoyasida turgan, armiyada katta lavozimlarda ishlagan. Bugungi pensiyasi 2 million so'mga yaqin. Ammo o'g'li ishsiz qolib, qizi eridan ajralgan. 2 farzandining oilasini ham boqishga majbur.
Rustam amaki kechasi do'konlarga qorovullik qiladi. Kechasi bilan uxlab qolmaslik uchun choy ichib, namoz o'qib o'tiradi. Bu uning ogli va qizining oilasi och qolmasligi uchun qilayotgan harakati. Endi bu qonun loyihasi sabab u o'zining 2 million so'mlik pensiyasidan mahrum bo'ladimi? Davlat unga ham sen qorovullik qilib turishga kuch topa olding, demak, pensiyaga loyiq emassan, deydimi? Bu holatlar haqida siz nima deb o'ylaysiz? Bunday misollar bizning har bir mahallamizda, har bir qishlog'imizda minglab topiladi. Ularning qadr-qimmatini oyoq osti qilish bizga yarashmaydi. Sizning mahallangizda ham shunday qiyinchiliklarga duch kelayotgan nuroniylar bormi? Ularning hayotiy hikoyalarini, ularning qanday qilib kun ko'rayotganini bizga yozib qoldiring. Ehtimol, sizning yozganlaringiz qandaydir bir o'zgarishlarga sabab bo'lar. Deputatlarimiz o'z qarorlarini qayta ko'rib chiqishga majbur bo'lishar. Bu bizning umumiy kurashimiz, umumiy gamimiz. Bu sizning otangiz, onangiz, bobongiz, buvingizning taqdiri. Xo'sh, bu vaziyatdan qanday chiqish mumkin? Birinchi navbatda xotirjamlikni saqlash kerak. Qonun loyihasi hali to'liq qabul qilinmagan. U hali Senat tomonidan ma'qullanishi va prezident tomonidan imzolanishi kerak. Demak, bizning harakatlarimiz uchun imkoniyat bor. Birinchi tavsiya: agar siz rasman ishlayotgan bo'lsangiz va qo'shimcha daromadga ega bo'lsangiz va bu daromad rasmiy hujjatlar bilan tasdiqlangan bo'lsa, ya'ni pensiya jamg'armasi bu haqda bilsa, vaziyatni kuzatib boring. Agar qonun loyihasi qabul qilinsa, sizning rasmiy daromadingizning miqdorini va uning rasmiylik darajasini qayta ko'rib chiqishingiz kerak bo'ladi. Ba'zi hollarda rasmiy emas, balki norasmiy daromad manbalarini izlashga to'g'ri kelishi mumkin. Garchi bu noqonuniy bo'lsa-da, keksalarimizni o'zini himoya qilishga majbur qiladigan holatdir. Ikkinchi tavsiya: huquqiy maslahatlardan foydalaning. Agar sizning holatingiz murakkab bo'lsa, masalan, oilangizdagi nogironligi bor a'zolarni boqish yoki ma'lum bir kasalliklar sababli dorilarga katta pul sarflanishi kerak bo'lsa, sizda nafaqa olish huquqini saqlab qolish uchun qo'shimcha asoslar bo'lishi mumkin. Har bir holat individualdir, shuning uchun shaxsiy maslahat olish muhim. Uchinchi tavsiya: jamoatchilik fikrini shakllantirishda faol ishtirok eting. Ijtimoiy tarmoqlarda, internet resurslarda, mahallalarda ushbu qonun loyihasiga qarshi norozilik bildiring. Deputatlarimiz bizning ovozimizni eshitish kerak. Ularning vazifasi xalqning manfaatlarini himoya qilish, ularning hayotini yaxshilash, ogirini yengil qilishdir, uni qiyinlashtirish emas. Axir biz ularni bunga saylaganmiz. 25-30 million so'm oylik oladigan deputat, ehtimol 1.500.000 so'm nafaqa bilan yashash qanday ekanligini tasavvur ham qila olmas. Shuning uchun bizning ovozimiz juda muhim. To'rtinchi tavsiya: oilaviy yordamni kuchaytiring. Agarda davlat o'z oqsoqollariga gamxo'rlik qilishdan yuz o'girsa, biz yoshlar, farzandlar, nabiralar, o'z qariyalarimizga yanada ko'proq e'tibor berishimiz, ularga moddiy va ma'naviy yordam ko'rsatishimiz kerak. Bizning mentalitetimizda bu azaliy qadriyat hisoblanadi. Davlat nimani unutsa ham biz unutmasligimiz kerak. Aziz yurtdoshlar, bu qonun loyihasi shunchaki qog'oz parchasi emas. Bu bizning otaxon va onaxonlarimizning taqdiri, ularning og'ir mehnati va hayoti bilan bog'liq. Davlat haqiqatan ham bor kuchi bilan supurgi tutsangiz, sizga yordam kerak emas deb hisoblaydimi? Bu gaplarni aytishga qanday vijdon va qanday haq-huquq bor ularda? Bizning davlatimizda qariyalarga hurmat qonunga aylangan yurtda bunday qonun loyihasi qanday qilib birinchi o'qishdan o'tishi mumkin? Xo'sh, aziz yurtdoshlar, mehnat qilib, davlatga soliq to'lab, o'z kunini ko'rmoqchi bo'lgan, ammo endi pensiyasidan butunlay mahrum bo'lish xavfi ostida turgan har bir kishi uchun adolat qayerda? Davlat haqiqatan ham bor kuchi bilan supurgi tutsangiz, sizga yordam kerak emas deb hisoblaydimi? Bu haqida siz nima deb o'ylaysiz? Izohlarda fikringizni kutamiz. Har bir fikr muhim, har bir ovoz biz uchun qadrli. Keling, birgalikda adolatni himoya qilaylik.